Ko'ziqonga to'lgan bo'ydoqlardagi jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishni kamaytirish uchun tavsiya. Uylanmagan bo'ydoq yigitlar orasida ko'p kuzatiladigan holat. Bu erkakning tabiiy sog'lom ekanligini va fiziologik gormonal o'zgarishlar bilan birga bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi. Videoni mana shu joyda like va podpiska bosishni unutmang. Men sizlarga bo'ydoqlardagi bu holatdan qutulish uchun tavsiyalarni aytib o'taman. Birinchi navbatda o'y va fikrlarni boshqara olish. Bu holat ko'pchilik bo'ydoq yigitlarda zerikish va bekorchilikdan paydo bo'ladi. Miyada haddan tashqari erratik fikrlar paydo bo'lganda fikrni boshqa joyga burish yoki sport bilan shug'ullanish, kitob o'qish yoki ish bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari to'g'ri ovqatlanish va turmush tarzi. Ko'p kaloriyali ovqat va mahsulotlar uylanmagan bo'ydoq yigitlarda libidoni oshiradi. Ratsioningizda mana shunday ko'p kaloriyali mahsulot va ovqatlarni kamaytiring. Yuqoridagi tavsiyalar yordam bermagan holatlarda ilmiy tomondan tavsiyalar keltirilgan. Bunda sharoiti bor bo'ydoqlar ertaroq uylansin, sharoiti yo'q bo'ydoqlar ro'za tutsin deyilgan. Bu videoni mana shunday ko'ziqonga to'lgan bo'ydoq yaqinlaringizga yuborib qo'ying.